Hammaga salom do'stlar. Men bu videoda Prefire'da qanday qilib headshot berishni o'rgatib o'taman. Buning uchun siz videoni boshlashdan oldin videoga like bosing, kanalga a'zo bo'lib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Siz shunda bemalol mendek headshotlarni berasiz yoki mendan ham kuchli o'ynab, mendan ham zo'r qilib headshotlarni berishingiz mumkin. Buning uchun siz albatta 2-3 kun vaqtingizni shunga ketkazib, sal-pal trenirovka qilsangiz, natijasi juda yaxshi bo'ladi. Va bugungi videoda siz bonus sifatida McQueen, Treasure, White kabi kuchli o'yinchilardek cheaterski headshot lifehacklarni ko'rsatib o'tganman. Albatta videoni o'tkazib olmasdan ko'ring, siz ham o'rganib olasiz degan umiddaman. Hamda videoga like bosing, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Mening 5-6 soatlab ketkazgan vaqtim uchun sizdan atigi bittagina video like bosish hamda kanalga a'zo bo'lib qo'yishni so'rayapman xolos. Katta narsa emas. Woodpecker ya'ni yastreb arjasida headshot berishni o'rganish. Qaranglar, endi men sizlarga hozir Woodpecker ya'ni yastreb arjasida headshot berishni o'rgataman. Bu yerda mana odamga emas, odam yoniga to'g'rilanglar. O'sha metkani qizartirmasdan oq turgan holatda to'g'rilatib otinglar. O'sha tik qizartirmasdan otinglar. Shunda headshot tegadi. Hozircha boshiga shunaqa qilib otib tursanglar, keyinchalik qo'lingizlar avtomatik bir o'rganishib ketadi. Hozir men ham sizlar uchun, sizlar o'rganishinglar uchun shunaqa qilib ko'rsatyapman. Aslida menga usiz ham tegadi. Shuning uchun endi men ham bilib tug'ilmaganman hech narsani. O'sha men ham trenirovka qilib, boshida o'sha 2-3 kun shunga qilib, shu nastroykada shunga o'rganishtirish uchun mana trenirovka qilib yurganman boshida. Hech nimani srazu bir ko'rgandan eplab keta olmaysiz. Nima qilib to'g'rilasa bo'ladi, yaxshilab qaranglar va odamga emas, qizarib turgan joyiga emas, o'sha qizartirmasdan, odam yoniga, lekin qizartirmasdan otinglar. Men qizartirib turgan paytda ham tegib turibdi. Shuning uchun bu qo'lim o'rganishib ketgan. Hozir men qizartirmasdan, unaqa yerga qaratmay turib ham boshqa joyda otib ham tekis olayman. Bemalol. Odamning o'zida turgan paytda ham tekis olayman. Prosta tak ko'rsatish, o'rganishinglar uchun shunaqa qilib ko'rsatyapman. Endi men buni chiroyliroq qilishni o'rgataman. Buning uchun nastroykaga va mana shu joydan Quick weapon switch on qilib qo'yasizlar. Xuddi shu joyda turadi. Mana shu yerda avtomat arja almashtiradigan chiqadi. Shuni yoqib, o'shani o'zingizlarga to'g'rilab qo'yasizlar. Menga to'g'ri joy o'sha joy. Mana shu joy o'zimga oldin to'g'rilab shundan so'raka o'rganganman. Mana shunaqa qilib chiroyli o'yin qilsa bo'ladi-da. Otgandan keyin srazu avtomatda arjani almashtirib olasizlar. Shuni bossanglar arjani almashtirib beradi. Chutga tegadi headshot. O'zi ham bir chiroyli o'yin bo'ladi-da, o'shanda chiroyli o'yin bo'ladi. Shuni otib almashtirib olasizlar. O'sha qo'lingizlar o'rganishib ketgandan keyin shuni qo'yinglar. Hozircha o'sha uni qo'ymasdan turib oldin headshot berishni o'rganib olinglar. Keyin mana shu narsaga o'tinglar, shunda headshotlar uchadi bemalol. Va cho'tga yurak ko'rsatasizlar. O'sha narsani chiqarib, o'sha o'zingizlar qo'lingizlar o'rganishga joyga qo'yasizlar. Mana qo'limga chutki joy o'sha joy. Sizlar ham maslahat beraman shunaqa qo'yishinglarni. Har kimning nastroykasi har xil bo'ladi. M1887 arjasida headshot berishni o'rganish. Bu M1887 arjasida headshot berishni yaxshilab ko'ringlar. Bu otayotgan payti odamni yoniga va uchidagi metga qizarish kerak. Qizarsa o'sha paytda otsanglar, yaxshilab ko'tarib otsanglar, mana bu otadigan knopkani bor anaqangiz bilan nima deydi? Bor kuchingiz bilan deydi, shuni ko'tarib otasizlar tepaga. Shunda headshot oson uchadi. Endi o'sha uchidagi metga qizarmay turgan paytda ham otsanglar bo'ladi. No, headshot boshida boshlang'ich anaqa payti kam tegadi headshot. Lekin o'shani qilib o'rganib, sekin-sekin ko'tarilib boraversanglar, o'sha headshot chotga uchadi. O'sha aytganimdek, qizil joydan qizartirib, metkani qizartirib boshlaysizlar. Endi esa yana o'sha arja almashtiradigan yoqib sizlarga chotki o'yin qilishni ko'rsataman. Chiroyli o'yin bo'ladi-da, o'zi uchun ham boshqa uchun ham. Chiroyli o'yin bo'ladi.
shuni otib sразу anavi narsani bosib yuborasizda, ya'ni arja almashtiradigan knopkani bosib yuborasizlar. O'yininglar chotki bo'ladi va headshot degan bu plus joyi bor. Chunki bilsanglar, dravaviklarda ushab qoladi. Otgandan keyin ham sal ushab qoladi. Hozir ko'rdinglar, shunaqa ushab qoladi. Otgandan keyin ham sal ushlab qoladi. O'sha joyda bosib yursanglar, ushlab o'tirmaydi. Yengilgina ketaverasiz. O'sha odam ko'rgan payti ham sizni otolmay qoladi. O'sha narsani bosib o'rganib ketsanglar, albatta chotki bo'ladi. Undan oldin men buni yoqib, uni ishlatishdan oldin birinchi bo'lib headshotni chotki tekkizib olinglar. Undan keyin buni yoqib ishlatib o'rganib olasizlar. Bu narsani keyin o'zingizlarga qulay joyga qo'yinglar, otgandan sразу alishtira oladigan joyga qo'yinglar. Men sizlarga ekranning o'rtasidan bo'lsak, o'shani chap tarafini maslahat beraman. Chap tarafiga qo'ysanglar bir chotki o'yin bo'ladi. Men ko'rganingizdek yaxshigina headshotlar uchadi. Desert Eagle orujasida headshot berishni o'rganish. Endi biz Deagle'da hozir headshot berishni ko'rsataman. Hozir bu oldin arja almashtiradigan knopkani yo'qotib olay. Keyin buning uchun bunda ham Deagle'da ham headshot berish oson, qiyin joyi yo'q. Buni ham o'sha Deagle'da eng muhimi ko'pincha ana u joydan uchidagi metkani odamga olib bormay, uni ham oq bo'lib turib odamning yoniga olib borasizlar. Hozir men tezroq ko'rsatyapman, lekin muhimi eshitib tushunib olinglar. Hozir o'yinim ham bir nimagadir ko'rib tursizlar, bir vashshi bir botga o'xshab turib qolib, ushlanib qolyapman. Shunaqa qilib bir odamning yoniga olib borasizlar, lekin metkani qizartirmasdan shunday bir headshotni uraverasizlar. Hozir men botga o'xshab qolyapman, chunki men o'sha arja almashtiradigan knopkaga o'rganishib qolganman. Hozir videoda qilish uchun knopkani o'chirib turdim, shuning uchun shunaqa qildim. Ko'rib tursizlar, shunday knopkasi otsanglar, o'sha ushalib qolasizlar. Boshqa joy ekran burayotgan payti ham shuni bir ushab bloklab qo'yapti shu payt. O'shani almashtirib qo'yadigan knopkani yoqinglar, chotki bo'ladi. Shu otib almashtirib olasizlar, keyin xohlagan joylarga burib ketaverasizlar. Hech anaqa sizni ushab qolmaydi va to'xtatib ham qolmaydi. Blok. Shu bilan odamni yoniga chetdan, tepadan, pastdan beraverasizlar. O'sha knopkani yoqasizlar, shu bilan headshot bosaverasizlar. O'zingizlarga bir qo'lingizlar o'rganishadigan joyga qo'yib olinglar. Mana. Chotki ko'rdinglar, hech nima ushab qolayotgani yo'q. Muhimi o'sha knopkani bosib yursanglar bo'ldi, sразу ketdan bosaverasizlar. Shu bilan headshotinglar uchaveradi. Chotki uchadi, undan oldin o'shani qilib olinglar. Keyin dahshat uchadi. M14 orujada headshot berish. M1887 orujasida hozir men sizlarga shunday o'zi bilan headshot berishni ko'rsataman. Qarab turinglar. Metkani odamni yoniga olib borib, lekin uchini qizartirmasdan otinglar bunda. Qizartirib otsanglar ham tegadi, prosta tak oz boshida o'rganib olish uchun o'sha odamni yoniga, odamni ustiga olib bormasanglar bo'ldi. Odamni yoniga qizartirmasdan otib trenirovka qilaveringlar, o'rganishib ketasizlar. Albatta qo'lingizlar o'rganib ketadi. Endi boshida shu narsa uchun 1-2 kun vaqtinglarni ajratib trenirovka qilsanglar, keyin pro kuchli o'yinchi bo'lasizlar. Prosta tak 1 kun, 2 kun o'sha narsaga trenirovka qilishingiz kerak. Endi men ham oldin shunaqa qilganman, o'rganib ketganman. Hozir chutki o'ynayman. O'yin ham normal. Shunday odamni yoniga olib borib, odam ustiga emas, faqat yoniga va uchini qizartirmasdan oldin, keyin sal qizartira boshlab, shunaqa qilib otinglar. Shunda chotki uchadi. Hozir o'qlan yoyilib ketgani sababi men bu arja almashtiradigan avtomat narsa knopka bilan o'ynardim. Hozir bu knopka yo'q bo'lgani uchun sal bir xalaqit qilyapti. Endi o'shani qo'yib sizlarga o'ynaganda qanday bo'lishini ko'rsataman. Qaranglar. Chotki bo'ladi. Shunday arja otasizlar almashtirib olasizlar. Knopkani bosaverasizlar, arja almashadi. Quloqqa o'tadi. Shunaqa chotki o'yin qilsanglar bo'ladi. Albatta headshotlar to'lasini berasizlar. Bu qarab turinglar, bu ushab qolmayapti. M14 o'zi eng bir dravaviklarning orasida boya aytgan, dravaviklarning orasida eng bir yaxshigina ushab qoladigani shu. Hozir shuningcha bitta o'q oting, hech narsa bosmasdan
ushab qoladi, o'sha blok qo'yadi. Ozgincha vaqtga sekinlashtirib ushab qoladi-da o'sha оружие otganingizdan keyin. Uni bossanglar ushab o'tirmaydi. Shunday kallaga silqgina tegib ketadi. Buni boshida headshot berishni bilmasdan turib ham bu M14 da o'xshatish mumkin. Shunchaki otasizlar, uni bosasizlar. Всё. Shu bilan headshotlar bemalol uchadi. Buni ham bir trenirovkada sinab ko'ringlar. Qiyin joyi yo'q. Cheaterskiy lifehacklar, ya'ni Yumpi va Woodpecker оружиesi uchun. Endi o'z do'stlar, o'sha Yumpida shunday headshotni faqat polka kalladan berishni ko'rsataman. Mana. Hozir kallaga yaxshigina tegadi. Xuddi bir shunchaki priselni bosib, ana otadigan knopkani bosayotgandek. Tashqaridan qarab turmagan. Hozir bizda universal bo'lmadi. Hali salgina bor, chunki unga trenirovkani kam qilyapman. Bunga sinayapman-da, shuning uchun kamchiliklar bor, yo'q emas. Yaxshilab qo'yinglar. Buning uchun oldin prisel istovsizda, keyin otadigan knopkani asosan tepaga qaratib o'tirasizlar va chap qo'lingiz bilan barmog'ingizni chiqarib qo'ygan, o'sha ikki chiqarib qo'ygan otadigan knopka bor, o'sha bilan bosasizlar. Mana prisel tepaga sal ko'tarasizlar va knopkani bosasizlar. Shuni tez qilsanglar, shuni tezlashtirib qilsanglar, shu yaxshigina o'xshaydi. Bir priselni bitta bosib, otadigan knopkani bosayotgandek, xuddi chitga o'xshaydi. Lekin chit emas, tez bilan ko'tarayotgan. Qaranglar, mana. Hozir menda universal bo'lmayapti. Sizlarga unchalik ko'rinmayapti. White va boshqalarni ular ham xuddi shunday qiladi. Prosta tak ular bo'yicha va yaxshigina ega. Buni ko'p trenirovka qilib, ular o'rganib ketgan. Birinchi qilishida ular o'xshat oladi. Birinchi qilishida postalni o'xshatmasam ham bitta qilib o'xshatadi. Shu usuldan siz bir harakat Woodpecker, ya'ni yastrabga headshot urish. Mana endi Cheaterskiy headshot lifehacklarni birinchi Woodpeckerdan, ya'ni yastrabdan boshlaymiz. Buning uchun priselni chiqarib, o'zingizga qulay joyga qo'yib olinglar. Mana men chiqarib chap tarafga qo'yib olganman. O'zi buni ekranni bittadan bo'lib qo'ysak, o'sha chap tarafga qo'yish kerak. Ekranning o'rtasidan chiziq chizib bo'lsak, o'shani chap tarafiga qo'yinglar priselni mana shunaqa o'ynash uchun. Ko'rib turibsizlar, chotki, xuddi bir kim bor, masalan, White Doris 44, o'shalar xullas shunaqa headshotlar beradi. Priselni bosib, xuddi bir priselni bitta bosib headshotni urib qo'ygandek. Lekin aslida bu yerda unaqa emas. Ya'ni hozir sizlar tushunishingiz mumkin. Priselni bitta bosyapti, keyin ana otadigan knopkani bosyapti, shu bilan headshot tegyapti. Yo'q, bunaqa emas. Buning uchun oddiy oldin Woodpeckerda, o'sha oldingi ko'rsatganimdek Woodpeckerda headshot berishni o'rganib olinglar undan oldin. Keyin mana shuni sinab ko'rasiz. Chap tarafga prisel chiqarib qo'yasizlar. Oldin bitta Woodpeckerda o'shani ko'tarib headshotga bitta otasizlar. Otganinglardan srazu prisel bosaverasizlar. Unaqa kutib, qani tegib olsin kallaga, undan keyin bosaman demanglar. Shunaqa qilsanglar, u bir o'xshamay qoladi. Mana shunaqa qilsanglar, o'xshaydi lekin. Otasizlar, tepaga ko'tarib, headshot berib, otasizlar, srazu prisel. Otadigan srazu prisel. Shuni qilasizlar. Otadiganni bosib, srazu priselni bosaverasizlar. Shunda headshot uchadi. Xuddi bir boshqacha bir headshot tegadi-da, o'sha priselni bosib bitta bosib qo'yganda.